Inson hayoti omonat. Uni asrash, mazmunli yashash har birimizning burchimiz hisoblanadi. Ammo ba'zan ozgina tushunmovchilik, o'zaro kelishmovchilik, manmanlikning oxiri achinarli tugaydi. Biz gapirmoqchi bo'lgan o'smirlar hayotning oq-qorasini tanimagan, ammo orzu-umidlari cheksiz bo'lgan yoshlar edi. Bir martalik g'azab, kelishmovchilik ulardan birini bu dunyodan olib ketgan bo'lsa, qolganlarini panjara ortiga yetakladi. Qo'ng'irot tumani, 2025-yil, tungi soat 23:00. Kia Sportage avtomashinasida aylanib yurgan yigit tumandagi yoshlik qishlog'i hududida o'zaro suhbatlashib turgan 3 nafar 2007-yilda tug'ilgan o'smirlarga ko'zi tushadi. Ular bilan oldindan o'zaro kelishmovchiligi yodiga tushib, tengdoshlarining yoniga yaqinlashadi. Oradagi kelishmovchilikni chetroqda, odamlardan uzoqroq joyda tinch yo'l bilan hal qilamiz degan yolg'on so'zlar bilan ularni o'zining avtomashinasiga o'tkazadi. Avtomashina egasi 2005-yilda tug'ilgan 2 nafar tanishlari bilan telefon orqali suhbatlashib, ularni belgilangan manzil yoshlik qishlog'i hududidagi chetki binoning chiqishidagi ochiq maydonga chaqiradi. Bu harakatlar bilan yigit aslida mash'um jinoiy maqsadlarni ko'zlagan edi. Ochiq maydonga borgandan so'ng haydovchi avtomashinada yo'lovchi sifatida kelgan 3 nafar o'smirni tushirib, oldindan chaqirtirilib hodisa joyiga yetib kelgan sherigi bilan birga yosh o'smirning yuziga urib jarohat yetkazadi. Yigitlikning beboshligi sifatida qaralgan, kelishmovchiliklarga barham berishi lozim bo'lgan suhbat janjalga aylanib ketadi. Vaziyatni yumshatish, bu qilmishlarning oqibati og'ir ekanligini tushuntirmoqchi bo'lgan boshqa o'smirlarning ham harakati zoye ketadi va yigitlar bir guruh bo'lib o'z qilmishlarini davom ettirib, o'smirning tanasi va qorin qismiga og'ir zarbalar berishadi. Jabrlanuvchilarning iltimoslari, yolvorib urushni to'xtatish haqidagi so'zlarni umuman inobatga olmagan do'stlar maqsadiga erishish yo'lida o'ch olish gulxanini yanada alanga oldirishadi. Oxir-oqibat so'zdagi tortishuv bilan boshlangan kelishmovchilik katta janjalni keltirib chiqaradi va afsuski, bir navqiron o'smirning o'limiga sabab bo'ladi. Жасөспірімдер арасында өзара келіп шыққан келіспеушіліктер нәтижесінде жанжалдасып, жасөспірімдер дене жарақатын алып, емдеуханаға түскен халаты анықталып, бұл бойынша тергеу жұмыстары алып барылғанда, дене жарақатын Н.С. О.Н. ісімді бұқаралар істегендігі анықталып, бұл бойынша Жинаят кодексінің 104 3-ші Д бандымен жинаят ісі қозғатылып, тергеу жұмыстары алып бару давамында осы бұқаралар өз ара келіп шыққан жанжалдер нәтижесінде дене жарақатын жеткергендігі, ақыбетінде Х.П. ісімді жасөспірім Қоңырат районы медицина бірлеспесінде көрсетілген жәрдемлерге қарамай қайтыс болғандығы анықталған дене жарақаттары ақыбетінде. Сол бойынша С.Н. һәм О.Н. бұқаралар айыплы деп табылып, жинаят істері бойынша Қоңырат район судына Өзбекстан Республикасы Жинаят кодексінің 104 статьясы 3 бөлімі Д банды һәм де 105 статьясы 2 бөлімі Г.И бандыларымен айыплы деп табылып, jinoyat ishlari bo'yicha Qo'ng'irot rayon sudiga jiberildi. Bilagidagi kuchiga zo'r bergan yigitlarning qasos iskanjasida sodir etgan jinoyati zudlik bilan ochilib, ishtirokchilar qo'lga olindi. Biroq qonga botgan qo'l sohiblariga beriladigan har qanday jazo ham vafot etgan o'g'ilni ota-onasiga qaytarib bera olmaydi. Bugun qorong'ilikka yo'l olgan bu jinoyatchilar o'sha kechasi bergan zarbalardan yoshgina yigitning o'limi haqida o'ylamagan bo'lishi mumkin. Faqat o'zi erkakcha yo'l deb bilgan usul bilan kuchini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. Ammo bu ularni oqlashga sabab bo'la olmaydi. Kuch birovni urish, uni qo'rqitishda emas. Kuch bu o'z nafsini yengishda. Unutmang, har bir bosilgan noto'g'ri qadamning o'z izi, har bir jinoyatning esa o'z jazosi bor.